homiladorlikni 9 oy mashaqqati, qiyinchilik, zahmatini unutgan ham shu ona bo'ladi. To'lg'og'i boshlangan vaqtida umurtqasi uzilib ketay deb, suvaylari qarsillanmaydi, tomirlari uzilib, jon olib, jon berib, dodalodod qilib, dadasi oyog'im ushin, dadasi belim ushin, dadasi yelkam ushin, dadasi mendan rozi bo'ling, o'lib qolaman deb dunyoga siz bizni keltirgan ham ona bo'ladi. Bola dunyoga kelganda shilimshiq parda qon suvda turgan, qon bilan suvda hidi gupillab turgan chaqaloqni onani ko'kragiga qo'yilganda tabi nozik bo'lgan, didi nozik bo'lgan, sal narsaga puf deb burnini jiyiradigan ona ayol itarib yormas ekan, tek qo'ysa yalab yorar ekan. Bolam deb doktorlar aytsaki, siz dunyoga keltirgan bola